Assalamualaikum, bizning kanalning ko'ruvchilari, жалпы YouTube ko'ruvchilar, bardingizlarga No'qat shahridan salom do'stlar. Bugun 1-iyun bo'lib qoldi. Ertaminki kurs valyuta бағаларыны. Bu bo'lsa Finkabank, dollar bo'lsa 81.00, rubl bo'lsa 1.20 ekan to'g'anlar. Finkabankda. Bu bo'lsa Bakay Bank ekan to'g'anlar. Bakay Bankda rubl 1.92 ekan to'g'anlar. Dollar bo'lsa 81 ekan to'g'anlar. Aka Bank Aziyada to'g'anlar dollar 81.00, rubl bo'lsa 1.20 ekan to'g'anlar. Do'st Kredit bankdagi bağlar shunday ekan to'g'anlar 81.00, rubl bo'lsa 1.20 ekan to'g'anlar. Бұл жақта адменкаларды да тартып өтейін. Бұл жерде болса тоғандар доллар 85 дейін екен, рубль болса 1.20 екен тоғандар. Бұл жер адменка тоғандар. Бұл жерде деле айырма жоқ екен тоғандар. Шундай екен. Dollar 81, rubl olsa 1.20 ekan to'g'anlar. Aka sum 7.80 bo'lyapti. Aka. Shunday ekan. Bardıq жерделе birдей ekan to'g'anlar bunaqa. Video yoqqan bo'lsa like-dan bosib, kommentariya qoldirib ketingizlar bunaqa.